alaykum arkadaşlar. Ben bugün bizim için birinci şahsi avtomobilimni sotib oldim. Yo, yoshim yetishasidan chiqib ketibdi. Shoshmay tur. Qarang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chicha, yaxshimisiz? Gapirmayapsiz-da. Mana assalomu alaykum. Bugun men o'zim mashina oldim. Otangiz gapirdimi, inangizmi? Inam gapirdi yo O'zim oldim. O'zingiz oldingiz? O'zimga. Qanday oldingiz? Pulimga sotib oldim. Shaxsiy o'zingiz pulingizga oldingizmi? Nima ish qilasiz? Siz kimsiz? Taniysiz meni? Nega savol javob qilyapsiz? Men kung-fuchiman-da, ana. Ya qo'rqmang, men chapan kiyib yurganimni ko'ryapsizmi? Kecha soat 12 da chiqaman, odamlarga yaxshilik qilaman. Bitta tilasangiz baja keltiraman. Nima tilak tilaysiz? Hozir bitta tilagim bor, videoni olaylik. Hazillashyapman. Menga hozirroq pul berib turalasizmi? Ketishga pulim yo'q edi-da. Shunga o'zim anaqa qilib keldim-da. Men boshlovchiman. Anada maktablarda fizikadan dars berganman-da oldin 3-sinfda, 4-sinfda. Shunga hozir 3-sinfda dars berganmisiz? Ha, 3-sinfda fizikadan, 5-sinfda jismoniy tarbiyadan dars berganman. Darsga borgandirsiz balki. Ya dars berganman. Siz meni tanidingizmi? Yo'q, tanimadim. Men vorman, opa. Ya, ashti qo'rqitaman-da. Bachalar qo'rqitaman-da. Kim bachalar bor, gapiradi. Shoshilyapmiz-da. Shuni chetroqga turib turing, kech bo'lib ketdi-da. Hozirroq pul berib turalasizmi? Mayli, o'zingiz ketasiz, pul so'rab keldim. Hozir 1 minut shuna videoni olaylik. Telefonim zaryadkasi o'rib. Nechun berasiz? Qancha kerak? 100 million. Aka, men bugun mashina oldim. Ha, bugun oldingizmi? Bugun oldim. Qancha berib turasiz? Misol uchun taxminan. Voh. Turing, voy, qo'rqmang. Voh. Nima bo'ldi? Turing, voy. Voh. Mana oyog'im tagida ta'mir bor-da. Na qilasizmi? Kilginirsaman, men oldingizdan bemor chiqyapti, tasavvur qilasizmi? Hozir hushimdan ketib qolsam, meni davolatasiz. Men har kuni banan yeyman. Voh. Na kilginirsaman, opa bu. Tapchkasi deydi, xashliysizmi? Ha, oyog'im ostida ta'mir bor-da, men ta'mir jeyilib qolgan qonlar. Ya kilginirsaman bu oyoq qoshish. Ya kibirmiz odamni ahmoq qilasizmi odamni? Bitir ana qilmang, balki erta yirdim olar, meni oldimdan chiqqan paytda men siz ustingizdan kelmayman. Erta balki menda keladi omad sizga. Qilmadim. Nima qildingiz? Ya kelyapsiz-ku, yana qarang, odam ustidan sizga men ko'zingizga nima baliq bo'lib ko'rinyapmanmi? Ya maymun o'ynatib ko'rsatyapmanmi? Yo'q, qancha bering? Qancha bering? 200 ming bo'lsa ham berib turing, ega yetib olsam bo'ladimi? 200 ming beraman sizga. 200 ming emas, 300 ming qilib beraman. Faqat shuna video olaylik. Ya birinchi pul bersangiz ketaman-da. Men pul bermasangiz o'zi bu yerga men qarayman bu territoriyaga-da. O'zi hozir ana pul. Jafar pul bervar. Ya Jafardan so'rag'am yo'q-ku. Jafardan o'zim ham olaman. O'zingiz pulingizdan bering, opa. O'zim pulim ukamda turadi. Hozir cho'ntagim ko'ryapsiz. Siz Zarina Nizomiddin emasmi? Yo'q. Qo'lingiz bunday qildi mana. Ha, uning qo'lida holi bor edi. Siz otingiz kim? Zarina Zairova. Men. Zairova Zaira? Zarina Zairova. Ha, anavmi? Jimpirishmi? Jin sotmaysizmi siz? Jinniroqmisiz? Yo'q, qilbirindanman. Qarang, hazillashmang. Sal naro turib turing, men ishimni qilib olay. Ha, bugun tug'ilgan kuningiz ekan, jibichar qilay. Qayerda jibichar qilib berasiz? Nishonlay tug'ilgan kunda bo'lsa, hech bo'lmasa. Men to'g'ri, noto'g'ri ish qilyapman, lekin hozir pulim yo'qda, qornim ham jamoat chiqib ketdi-da, to'g'risi. Xo'p. Nima yeysiz? Nimaga borasiz? Kitning go'shtidan sho'rva chek. Ko'k kitlar yaxshi ko'raman. Kitni go'shti? Ha. Voy. Yoki yog'ini gapiring, yog'ini 1 kilo yog'ini pul bering. To'yga borib kelarmiz balki. Yo'q-a? Sizni birov olmaganmi, olmaganmi? Yo'q. Olmaganmi? Men prankerman-da, bitta kamera bo'lsa qo'lingiz ko'tarib qo'ying. Bunday qarab. Ha, hech kim yo'q. Mana bu tomonda kamera. Shu qo'lingiz ko'tarib qo'ying. Xafa bo'lish yo'q. Xafa emasmiz. Voy. Jinnimi deb o'ylayapsizmi? Yo, jin emasman.